Xabaringiz bor, respublikamizda favqulodda vaziyat va yong'inlar oldini olish bo'yicha dolzarb 60 kun tadbir o'tkazib kelinmoqda. Bu borada Termiz shahar favqulodda vaziyatlar xodimlari tomonidan 10 nafar inspektorlar, 85 nafar qutqaruv qism shaxs tarkibi hamkorlikdagi tashkilotlar jalb qilinib, bir qator profilaktika ishlar amalga oshirilmoqda. Birinchidan, uy-joy fondi elektr energiyasi, tabiiy gaz, suyultirilgan gazdan to'g'ri foydalanish qoidalari va boshqa yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishi yuzasidan 1800 ta yakka tartibdagi uy-joylar tekshirildi. 27 ta ko'p qavat uylardan 778 ta xonadonlar tekshirildi. 2 ta talabalar turlar joylar o'rganish o'tkazilib, 91 ta kamchiliklar aniqlab, 83 tasi bartaraf etildi. Ikkinchidan, o'ta muhim toifalangan obyektlarda yonish, portlash xavfi ishlab chiqarishi, kimyoviy moddalar saqlovchi, bojxona o'z omborlari bo'yicha bitta yonish, portlash xavfi ishlab chiqarish obyektlar o'rganish o'tkazilib, 15 ta kamchiliklar aniqlab, 13 tasi joyida bartaraf etildi. Uchinchidan, ta'lim va sog'liqni saqlash obyektlarida, ta'lim tashkilotlarida 15 tasiga o'rganish o'tkazildi, sog'liqni saqlashda 10 tasida o'tkazildi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan yuqori turuvchi organlar axborotnoma, taqdimnomalar yuborildi. Hurmatli yurtdoshlar, ma'lumki, bu yil yoz mavsumi ob-havo harorati odatda ko'tarilishi, aholi punktlari va tashkilotlar, korxonada yong'in xavfi oshishi sabab bo'lishi mumkin. Bu davrda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilmasligi oqibatida yong'inlar bilan baxtsiz hodisalar ro'y berishi ko'paydi. Shu boisdan yong'inlar oldini olish qaratilgan profilaktik tadbirlarning kuchaytirish maqsadida 5-iyuldan 5-sentyabrga kuniga qadar respublikamizda yoz mavsumi yong'inlar oldini olish bo'yicha dolzarb 60 kun profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Shu munosabat bilan bozor, yirik savdo majmualarida o'ta muhim toifalangan iqtisodiy obyektlarda, yonish, portlash xavfi yuqori obyektlarda, shuningdek odamlar ko'p yig'iladigan maskanlarda, yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar hamda boshqa dam olish, sog'lomlashtirish maskanlarida, o'rmon, uy-joy fondi obyektlarida yong'inni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazishda yong'in xavfsizligi talablariga qattiq rioya qilishingizni va korxona va tashkilot rahbarlari, davlat inspektorlari tomonidan taqdim etilgan tavsiyanoma, yozma ko'rsatmalar, yong'inga qarshi tadbirlarni o'z vaqtida bajarishingizni so'rab qolamiz. Shu fursatdan foydalanib, fuqarolarimizga xonadoningizdagi elektr va gaz sovutish qurilmalari doim nazorat qilib borishingiz va ulardan foydalanish, yong'in xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.